Siz bilan Vodiy Zarafshon obuna bo'ling. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, hurmatli qadr baland ko'ranmanlar. Barchalarga bugungi kun xayrli, barakotli bo'lsin. Yo'l uzra suhbatlarimizni navbatdagisini boshlaymiz. Bugungi mavzu qimor to'g'risida. Qimor ya'ni insoniyat jamiyatida iqtisodiy jinoyatlar sirasidan sanaladi. Iqtisodiy jinoyat hisoblanadi. Oson yo'l bilan pul topish, xuddi o'g'rilik qilib, xuddi badanini sotib zino qilib, xuddi birovni aldab cho'ntagidan pulini olib qo'yib, boy bo'lish maqsadida qilinadigan jinoyatlar kabi qimor ham xuddi shunaqa jinoyat. Qimor qanaqa bo'ladi? Qimorni turi, qimorni ta'rifi nima desa, qimor ikki yoki undan ko'p odam o'rtaga ma'lum bir miqdor pulni tikib, falon narsada kim yutsa shu pulni o'sha odam oladi, qolganlar o'sha puldan mahrum qoladi degan formatda tuzilgan har qanday o'yin qimor deyiladi. Bu qimorni iqtisodiy jinoyat bo'lishi bilan birga ma'naviy buzuqliklari ham juda ko'p. Qimor orqasida juda katta pul topishlikni ya'ni havosini olgan tashkilotlar bor. Kapitalizm tizimining eng katta qobiliyatlaridan biri qimor bo'ladimi, u har qanday mahsulotni sota bilish qobiliyati. Kapitalizm jamiyati mahsulotni sota olish qobiliyatiga ega. Ishonasizlarmi, yo'qmi? 6 dollarlik kartinkani 400 million dollarga sota olgan jamiyat bu. Ana shu qimorbozlar. Sotish usullarini, sotish reklama ya'ni yo'llarini juda yaxshi bilishadi. O'sha propaganda degan bir kitob bor, olib o'qisanglar bo'ladi. Edward Bernays haqidagi kitob. Propaganda qirollari bor. Yevropa mana shuni ustida pul qilish yo'lini qoyilmaqom qilyapti. Qimor jamiyatimizda juda ko'p xonadonlarni parokanda bo'lib ketishligiga sabablardan biri. Qimor o'ynab yutqizib qo'yib o'zini osib qo'yganlar qancha. Qimor o'ynab, qimorni ustida janjallashib bir-birini o'ldirib qo'yganlar qancha. Qimor bu jinoyat. Bunga keskin jazo berish kerak. O'zi jamiyatlarda qimorga nuqta qo'yish kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, qimorni reklamalariga pul to'lashyapti. Qimor o'ynayotganlar odamlarni his-hayajonlarini qo'zg'ab, juda katta miqdordagi pullarni o'rtaga tashattirib, juda ko'p odamlarni uyini kuydirib olyapti, xonavayron qilib olyapti. Xo'p, kechami oldingi kuni Hamzat Chimayev bilan yana bitta uni naparniga o'rtasida jang bo'lib o'tibdi. Men ko'rmadim. Jangning natijasini ko'rdim. Reklamasini ko'rgan edim. Reklamada bular bir-birlarini hamiyatiga, chestiga tegib, so'kib, urushib, haqorat qilib, mana shunaqa qilib yuruvdi. Bularning face to face degan narsasi bor, 100% keladi. 100% kelganda Hamzat bitta oyog'ini otib qo'ysa, 100% ham atkas qilib qaytib olib ketishlarini hammasi propaganda edi. Men hayron qoldim. Bundan ham og'ir bir-birini haqorat qilganlarni face to face qilishgan. Nimaga bularni qilmadi? Yana ham qiziqroq bo'lsin. Yana ham odamlar ko'proq pul tikish uchun qilindi. Va jangning natijasiga ko'ra, ba'zi tahlilchilarning aytishiga ko'ra, jang sotilgan deyishyapti. Chunki Hamzat Chimayev ancha professional edi. Birinchisi taymni o'zida yo yutish imkoniyati juda katta edi, ataylabdan yutmadi. Nimaga desa, chunki %90% odam pul tikish masalasida Hamzat Chimayevga tikkan.
%90% taxminan. Boring %80 ham deng. Arenaga 18 ming, taxminan 20 ming odam sig'ar ekan. Eng arzon narx baho $500 ekan. Kirib ko'rganlarga. $500. $58 ming ga ham joylar bor ekan. $58 ming. O'rtacha 20 ming hisoblang. 20 ming odam kirgan bo'lsa, o'rtacha $10 ming dan hisoblang. $10 ming danga bormasa kerak-ku. $1000 dan hisoblang. Bitta arenada 5-10 million dollarlik pul aylanyapti. Bunaqa oddiy shu arenani o'zida endi qimorga tikilgan pullarni o'ylayvering endi. Totalizatorni qanaqa qilib bu qimorga ishqiboz bo'lib shunga o'ralashib qolgan odamlarni qanday qilib ahmoq qilganini ko'ring. Hamzat Chimayev men ko'rishib gaplashmaganman, bir ikkita o'rtoqlarim, do'stlarim ko'rishib gaplashgan. Unaqa odam emas deb xayol qilaman men ham. Lekin mana shu qimorni reklamasiga sababchi bo'layotganlari uchun Hamzat Chimayevga ham ogohlantirish, Allohdan qo'rqin. Dunyoda 3-4 so'm pul uchun mana shunaqa harakat qilarsan, lekin qimorga aralashib, qimorbozlar bilan kelishib, agar o'yinni yutqizib bergan bo'lsang, sen juda katta mas'uliyatga qolasan. Xalqni ham la'natiga qolasan. Endi nimaga Habib bilan bular o'rtasida ya'ni muomala yaxshi emas desam, endi Habib hamiyatini isbotlagan yigitda. Habib haqiqiy mujik. Chestiga yarasha oxirgacha borib o'sha otini nima edi, shu urushqonlarni ham otini esdan chiqarib qo'yaman. Uni urib yenggan edi. Endi do'stlar, qimor mavzusi bizni diyorlarda ham juda ommalashib ketyapti. Oldini olmasak bo'lmaydi. Ba'zi xabarlar ham chiqdi. Aziz Estet storiesida qo'ydi. Ikkita odam o'zini osib qo'yganini aytishdi. Yaqin tanishim deyapti. Mol holigacha sotgan, bankdan kredit olgan va mana shu jangda Hamzat Chimayevga tikkan. Onlayn orqali tikadi. Tikkan, yutqizdi, tamom, tugadi hamma narsasi. Bir kunda. O'zini osib qo'ydi deyapti. Endi ne qadar to'g'ri bilmayman. Osib qo'ygan bo'lsa, oxirati ham ketdi uni. Alloh asrasin. Bitta qimorning orqasidan dunyosi rasvo bo'ldi, oxirati ham kuyib ketdi. O'zini osgan odam jannatga kirmaydi. Hadislarda kelgan shunaqa. Osib qutulaman deyish u noto'g'ri. Qimor mana shunaqangi rasvo narsa. Mana bizni kuzatib turganlar, agar qimor o'ynayotgan bo'lsangiz, dunyoyingizda xor bo'lishingizni, oxiratda rasvo bo'lishingizni kutib turing. Qimor o'ynab dunyosi aziz bo'lib ketgan biror dona odam yo'q. Kapitalistlar qimorni ommalashtirish uchun juda ham professional. Ularga qoyil qoladigan darajada, ya'ni ular eplashadi bunaqa narsalarni. Los Angelesga borsangiz, mehmonxonalar arzon bo'lar ekan. Qarang, taktikani qarang. Las Vegasga borsangiz, mehmonxonalar arzon bo'lar ekan. Mehmonxonaga kirsangiz, kirgan zahotingiz anaqa qo'yib qo'yar ekan. Xonangizga dastlabki 3-4 ta o'yinda yutuqli fishkami nima deydi, shunaqa narsa qo'yib qo'yar ekan. Nimaga desa, olib kiring qimorga. Tekinga bo'lsa ham kiring birinchi. Sizni kirgizib olgandan keyin o'tda bitta yutasiz, ikkita yutasiz. 2 dona adrenalin miyangizga tomgandan keyin bo'ldiki, hamma narsani sotib o'sha qimorda o'sha yerda aylanib qolasiz. Arab boylardan falon million dollar yutqizib ketdi deb gaplarni eshitardik. Bular hammasi bor narsalar. Bu kapitalistlar qimorni
eng yaxshi o'yin qilib, targ'ibot qilib sota bilishadi. Endi biz musulmonlar bu changakdan, bu botqoqdan qutulib qolish uchun faqat va faqat islomga muhtojmiz. Iymonga muhtojmiz. Iymoni bor odamgina qutuladi. Qaytaraman. Iymoni bor odamgina qutuladi bulardan. Iymoni zaif, islom bilan ishi yo'q, hayoti tasodif, tavakkal yashayotgan odamlarning aksariyati bularni chuquriga tushadi. Shuning uchun do'stlar, ogohlantiraylik. Qimordan ogohlantiraylik. Alloh taolo qimorni Qur'onda butparastlik bilan yonma-yon zikr qilgan. Innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shayton. Mast qiluvchi ichimliklar, mast qiluvchi moddalar, qimor, butparastlik, folbinga borishlik. Mana shu to'rttasi rijs, shaytonning amalidan deyapti Alloh taolo. Rijs iflos narsa degani. Shaytonning amali. Ochiq oydin Alloh taolo aytayapti. Va bu joyda qarang, mast qiluvchi ichimlik bilan qimor yonma-yon kelyapti. Demak, ichgan bilan qimor o'ynagan bir xil. Va butparastlik ham yonma-yon kelyapti. Uchinchisi butparastlik. Butga sig'inadi-yu. Yog'ochchi yasab olib, haykalni yasab olib, shu haykaliga omoho qilib sug'inib yuradi-yu. O deb. Qimorvoz o'sha butga sig'inayotgan bilan bir xil. Folbinga borish ham xuddi shunaqa deyapti. Iqbolga borish xuddi shular bilan bir xil. Iqbollar oldiga borib meni silab qo'ysa tuzalaman deyish, aroq ichgan bilan, qimor o'ynagan bilan, butga sig'ingan bilan bir xil. Fajtanibuhu deyapti. Alloh aytayapti. Chetlaninglar. Ijtinob degani jamt so'zdan olingan. Bu qoching degani, uzoqlashing undan degani. La'allakum tuflihun. Shundan najot topasiz. Bo'lmasa halok bo'lasiz. Bu to'rtta narsani ichiga kirgan odam yoki to'rttasidan birortasini ichiga kirgan odam xor bo'ladi. Xor bo'ladi. Topgan puli million ko'z yuzi o'ynatishi mumkin ba'zi qimorbozlar, lekin dunyo abadiy emas. Oqibatda xor bo'ladi. Topgan puli o'ziga dunyoda hasrat bo'ladi, qiyomatda javobgar bo'ladi. Hamza Chimayevga men qoyil qolmadim lekin. Yana aytishar mana bizda ham bir ikkita shunaqa janglar bo'lib o'tibdi yaqinda. Uni ham ming xil gap gapirishyapti. Bu ko'pchilik pul tikadi deb bir tomonni chaqirib olib, uni juda baland ko'rsatib o'sha bilan gaplashishadi. Qancha yutasan misol uchun? Qancha yutishi mumkin? 5000 dollar, 10000 dollarmi ha? Senga 300 ming dollar beramiz mana. Bo'ldi, yutqizib ber bo'ldi. Chunki bu yoqda odamlar 3 million dollar pul tikkan bo'ladi hamma. Aldanib lo'q bo'lib yuribdi odamlar, shularga ishonib, shularni shousiga aldanib. Alloh najot bersin. Do'stlar, iymondan boshqa najot yo'q. Islomdan boshqa hidoyat yo'q. Ko'zinglarni ochib, ko'zimizni ochib, o'zimizga kelib olaylik. Noto'g'ri yo'l. Qimordan ogohlantirish uchun bugungi yo'l uzra suhbatlarimizni o'tkazdik. To'g'ri qabul qilasizlar. Alloh taolo haqdan ayirmasin. Haqqa yetkazishlikda o'zi kuch-quvvat bersin. Shu suhbatni ko'proq tarqalishligida hissa qo'shing, ajr bo'ladi, savob bo'ladi. Yaqinlaringizni hech yo'q ogohlantirasiz. Yaqinlaringizni hech yo'q asrab qolasiz. Bu bo'layotgan propaganda, bu bo'layotgan reklama qurollari juda ko'p odamlarni xonavayron qildi. Bir qancha blogerlar, Alloh rozi bo'lsin, O'zbekistonda chiqishib qimor reklamalari menga oyiga 50 ming dollar taklif qildi, yo'q dedim deb chiqishdi.
Hatto qimor reklamalari qimorni yomonlab nomini aytib berishga ham pul beradi. O'shaning uchun nomini ham aytishlik xatarli bo'lib qoldi. Adashib aytib yorishligidan ham saqlanishimiz kerak ekan. Qarang. Nomini aytish, bu aytsang bo'ldi, yomonlasang ham mayli. Mana 20 ming dollar, mana 30 ming dollar taklif qilyapti kompaniyalar. Ularga aldanmaslik, ularga qarshi turishlik vazifamiz. Siz, biz, men hammamiz mana shu mavzularni yoritib atrofimizga tarqataylik. Qimor iqtisodiy jinoyat, ma'naviy jinoyat, ijtimoiy ahvolni rasvo qiladigan eng katta omillardan bittasi. Ijtimoiy vaziyat buzilib ketadi. Odamlar dangasa bo'lib ketadi. Soxtakor ko'payib ketadi. Va hokazo, va hokazo. Alloh taolo o'zi hidoyatdan ayirmasin. Duoinglarda eslab turinglar. Men Costa Coffee'ga keldim. Costa Coffee'dan bitta kofe olib, yo'limda davom etaman inshaalloh. Mashina qo'yadigan joy yo'q-ku bu yerda, nima qilamiz? Chatga qo'yib tursakchi, ha? Bismillah. Duoda xayrda eslab turinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Taysonning toshbaqasi jarima maydoniga qo'yildi. To'g'risi, qilgan ishimdan afsusdaman va hech kimga tavsiya bermayman. 9-may kuni Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida O'zbek Tayson nomi bilan tanilgan MMA jangchisi Jasurbek Jo'rayev yo'l-patrul xizmati xodimining to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlangan. Shundan so'ng Jo'rayev boshqaruvda bo'lgan Kia Sonet ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida to'xtatilgan. Haydovchidan YPX xodimiga bo'ysunmay harakatlanganining sababi so'ralganida haydovchilik guvohnomasiga ega emasligini ma'lum qilgan. Holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan va avtomobil jarima maydoniga joylashtirilgan. Rossiyaga safar qilmoqchimisiz? Unda safaringizni biz bilan boshlang. Biz Tojikistonning Sarazm jamoati Chimqo'rg'on qishlog'i Panjaken tumanidan Rossiyaning o'nlab shaharlariga qulay va xavfsiz avtobus reyslarini taklif qilamiz. Diqqat qiling, safarimiz Samarqand orqali amalga oshiriladi. Siz uchun barcha sharoitlar muhayyo. Bepul Wi-Fi va telefon uchun USB quvvatlash portlari, salqin konditsioner va yumshoq qulay o'rindiqlar. Biz bilan quyidagi shaharlarga xavfsiz yetib oling. Har hafta seshanba va juma kunlari Olmaota, Astana, Qaraganda, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Orenburg, Kurgan, Tumen va Surgut. Shuningdek, Samara, Nijniy Novgorod, Moskva va Qozon. Novosibirsk yo'nalishiga har 2 kunda bir marta reys mavjud. Dushanba va payshanba kunlari Krasnodar va Krasnoyarsk shaharlariga qatnovlar amalga oshiriladi. Shoshiling, joyingizni oldindan band qiling. Ekranda ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Mustafoyev Musulmon, sifatli xizmat, omadli safar.